Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana tilponni bitta tilpon qilsam bo'ladimi? Nimamni? Tilponingizdan. Tilponingizdan bitta tilpon qilsam bo'ladimi? Tilpon. Hop, kimga qilmoqchisiz? Akamga qilmoqchi edim-da. Hop. Siz Shahrisabzdanmi? Qanaqa Shahrisabz? Kim? Qodir taniysizmi? Yo'q. Kim u? Aktrisaga o'xshayapsizmi deyman-da siz? Aktrisaga. Ha. Qaysi aktrisa? Ulug'bek Qodirov. Ulug'bek Qodirov? U ana-ku, u boksyor-ku, o'g'il boksyor emasmi? Ulug'bek Qodirov. Mana shunchalik erkakga o'xshamayapman. Nima dedim? Kallam qichyapti-da hozir. Ha? Kallangizni bo'sh kiyimda. Yo, kallam mana bu qichiyman-da, keyin kiyaman, mana ustidan o'tadi-da menga. Ishonmaysiz, mana qarang, oyog'imni patgansidan qochiyman. Yo, to'g'risi men afsungarda talentim bor-da men. Ha, talentim bor. Qanaqa talentingiz bor? Uxlaganda uya o'jiralaman. O'zi приkolniy odam ekansiz. Tilponingizdan tilpon qilib, nima uni solyapsiz kissangizga. Telefon qilasizmi? Ha. Keyin ana bizlarda bitta gap bor, dunyoni go'zallik qutqaradi deydi-ku, shu gapga ishonasizmi? Ishonaman. Men qutqarolamanmi dunyoni? Yo, siz adashdingiz lekin o'zingiz dunyoga go'zal sanamasizmi? Yo, men top 8 ga kiraman, qishloqda go'zal ana bo'yicha, chiroyli bachcha bo'yicha 8-o'rinda Men turaman. o'yladim, meni go'zalsiz demoqchisizmi? Siz otingiz go'zalmi? Yo'q. Nima deganingiz bo'lsa? Chiroyliman deyapsizmi? Ha? Yo, chiroyli emas ekansiz-da, men haqiqat aytib qo'yaman-da betingizga. Siz o'zingizni chiroyli sanaysizmi? Yo, men tilponingizdan tilpon qilib, men mana Qiling xo'p. aytmashatasizmi? Ha? Qarang, bu tilpon ham bir bahonada, keyin men to'g'ri aytsam, qo'limda qirtim bor-da mening. Nima degani u? Qo'limda qirtim bor-da, shu doktorga dariga hozirroq pul. Men qo'limda qirtim bor-da. Nimam bor? Qo'limda qirtim bor. Qirtim nima u? Qirt bor-ku, ana o'z uxlab turganda jiydi. Qirt yeganmisiz? Chakkidan bo'lgan qirt bor-da menda. Xo'sh. Shunga dariga hozirroqgina pul kiradi-da, menga yordam qiltirasizmi puldan? Qancha kerak? Buncha ko'p emas, bir 80 million yetadi-da. 80 million? Ha. Bitta mashinam olib olaman-da. Kelib topdingizmi 80 millionga? Yo, o'zingiz so'rangizda qancha deganingizni aytibman, bitta mashinam olib olaman-da, Alloh. Ana qilib ortqaniga olib olaman-da, shunga. O'sha boshdan menga olib beringlar. Mashinangiz yo'qmi? Yo'q. Ayban kimniki? Meniki? Agar bir ko'rishda sevgi bor desa ishonasizmi? Yo'q. Men ham shunday deyman-da bachalarga, lekin mijoshnam taniysizmi? Kimni? Mijini? Kim u? Miji Isizchi. Yo'q. Tanimaysizmi? Yo'q. U ham bir ko'rishda sevgi bor deb shu kuni Ma'lubani yaxshi ko'rib qoldi. Qora Ma'lubani. Ha, unaqalarni bir ko'rishda sevsa bo'ladi. Ma'lubani sevsa bo'ladimi? Ha? U bo'lmaydi, uni Rami ham yaxshi ko'radi, bizlardan 95 Rami ham. Men ham yaxshi ko'rib qolsam bo'lmasmikan? Menimi? Ma'lubani. Ha, Ma'lubani. Yaxshi ko'rasiz Ma'lubani. Ha? Bizlar uyda jintiramiz bor. Nima qiling? Xo'sh. Agar uylanaman desangiz shuni beraman sizga. Ma'luba qiling o'shani. Uylanaman. Yo, Ma'luba ham olamiz. Erga tegmayman, uylanaman. Qizlar uylanadi, aytmoqchi erga tegmaydi. Qizlar erga tegadimi? Nima qilaydi? Xuddi shunaqa. Bo'lmasa hozirqina bo'lsa ham pul berib turing. Men qarang, men hazillashaman, ashni kuldirib keyin haqiqat aytib qo'yaman-da, duo qilaman-da, bitta duo qilib qo'yaman. Duo qilasiz. Meni bobom juda katta duokashdan bo'lganda, go'rkalarni ham duo qilib jig'ib taylaydi duo qilsa, duosida. Shunga 200 ming berib turing. Men tilpaningiz ham bir kunga berib turmaysizmi? Podarka qilib men oshnalarga maqtanaman-da, iPhone oldim. Yo'q, lekin. Ha, Telefon. Ha, bitta. Akangizga qilmadingiz-ku. Akam nomberi sizda yo'q-ku, 4614 oxiri, telefon nomberini. Ha, siz yoddan bilmaysizmi? Yo'qda, sizdan chiqmaymi oxirini tersa? Yo'q. Qayerdan chiqsin menda? Hammaniki oxirini tersa chiqadi-da, shunga so'ravdim-da, chiqaman deb. Akangizni men tanimasam uzr, men telefonda nomeri chiqmaydi. Otingiz kim sizning? Tigrica. Yo'lbars? Yo'lbars. Tigirsa yo'lbarsda, to'g'rimi? Bizlar qishloqda hamma yo'lbars dedi, keyin kichik dedi, tigirdi. Bo'ri ham deymasiz sizda? Ha. Boshqa oiladan u. Ha. Pul berib turasizmi? Hay. Ha. Hazillashib hozir nima qilaman-da men shunday o'zim keyin yo ayirib qo'ydingizmi 200 mingni? Ha, 200 ming ayirib qo'yganim. Bo'ldi, endi otingizni ayting, bitta duo qilay. Tigircha. Tigircha? Ha. Yo, pasportda otingizni ayting. Tigircha. Tigircha menga 200 ming berdi, tigirchaga har doim hamma beraversin, to'ymasin tigircha,
ko'zlaridan yosh kelmasin, uxlaganda ham, tishida ham men chiqayin, faqat muhabbatga ko'ngil qo'ygan ko'zlar og'rimasin, oriqdan oqqan suvlardan ko'z yoshlar qo'shilmasin, tovuqlari tuvovarsin, tegirsani. Tovuqingiz bormi? Yo'q. Qo'chqaringiz-chi? Yo'q. Ha, o'masam süt berib tursin, seyringiz bormi? Süt beradigan? Yo'q. Sütiniz ham yo'qmi? Yo'q. Sütni ham yo'qotgan seyir, bitta seyir olsin, puli ku kilyapti-da. Eshagingiz bormi? Davom qildiring. Yo'q. Bitta hangi eshak bersin sizga? Otim bor lekin. Ha? Ot. Nima oti? Otim bor, ot. Ha, oti ham ko'payib ketsin, har doim muhabbatdan uzoq bo'lmasin, ko'zi yoshlanmasin. Muhabbat menga so'rang, otimga nima qilasiz Ha, muhabbat so'rang. muhabbat kelsin tegirchanikiga, keyin bir kun jotib qolsin muhabbat tegirchanikida. Sizga jotib qolsinmi? Bir kun nima qilaman? Men umrbod yotib qolsam bo'laveradi. Ha, umrbod muhabbat tegirchanikida qolg'in. Iloyim tishlaringiz oqligi bilinib tursin, ko'zlaringizdan yosh chiqmasin, har doim o'ynab kulib jiring. Sizda yaxshi odamlar ko'paysin. Faqat jilamang. Qiz bachchaga jilat yarashmaydi. Qiz bachchani jilatganlar iloyim qo'llar sinib o'lsin. Amin Alloh akbar. Shunday bo'lsin. Rozimisiz? Roziman. Qarang, bu prank etdi kamera bor. Xafalansiz, sizlar qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Mana pulingiz qaytarib oling. Rahmat. Boyadan birov otib Ha. Yaxshi emas, lekin